Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bu yerda bir qiziq narsaga duch kelib qoldim. Xullas Sony ekan, mana ochdik pachkasini hozir. Rossiyadan kelgan bu. Rossiyadan kelgan narsa ekan. Men ham bilmayapman nima narsaligini, endi ochib ko'ryapmiz buni. Bu nima? Bu xullas pulti ekan. Pultini bunday kabellari bor ekan. Bu kabellari mana shunday narsa. Unisi nima? Unisi shtekirimi? Shtekir. Bu bir udarli narsaga o'xshayapti. Bu turishi shunday ya. PlayStation 5 Pro. Bunda YouTube O'yin, YouTube bo'yicha telekanallar ham bor bo'lsa kerak. Telekanallar bemalol televizor o'rnida ham, o'yin o'rnida ham nima qilsa ishlatsa bo'lar ekan. Xo'p. Buni narxini qancha deyapsiz? Narxini 9,5 million qilib beraman-da, yangida oldim, shuni sotaman deyapman, 9,5 million qilib beraman. Agar nima bo'lsa, klient bo'lsa, telefon raqamingizni nima qilasiz? Telefon raqamini aytib yuboring. 94-786-1405. Mana yurtdoshlar, mana shunday qiziq narsalar ham chiqib qolyapti. Rossiyadan kelgan narsa ekan. Original 11 millionga olingan. Asli tan narxi 11 million ekan. 9,5 ga beraman deyapti. Ha, mayli. 9lar bo'lsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Naq 9 million desa, gaplashamiz. naq 9 million bo'lsa, obunachilar nima qilsa, kelishtirib beramiz.